Sharqi Turkiston yana bir oy Ramazon oyini Xitoy hukumatining bisimi va cheklimasi ostida o'tkazmoqda. Yillardagiga o'xshashla rayoniga Uyg'ur va boshqa musulmonlar roza tutishni o'z ichiga olgan islom faoliyatlari bilan shug'ullanolmaydi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 12 aprel e'lon qilgan 2021-yildagi davlatlarning kishilik huquq dokumenti mavzuliq dokladda Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilikni davomlashtirayotganligini o'tirib qo'ydi. Sharqi Turkistondagi nopozliq jurnal Şinjan madaniyatining bosh muharriri bo'lgan Qurbon Mamutning Amerikadagi o'g'li Bahram Sintosh yaqinda dadasining 15 yillik kesib etilganligi haqida uchralgan. Xitoy doiralari 2017-yildagi cho'ng tutqundan keyin kesilganlarning mutlaq ko'p qismining jazo muddatini jamiyat va mahkum oilasidan sir tutib kelmoqda. Ataqlıq jurnalist Qurbon Mamutmu uchiri intayin az va qiyinda ilinayotgan mahkumlardan biri. Qurbon Mamutning Amerikadagi o'g'li Bahram Sintoshning yaqinda xabar tepishicha va Erkin Osiyo radiosi muxbirining telefon ziyoratlarida dalillanishicha, u 15 yillik kesib etilgan. U yana yiroqdan surishta qilish yo'li bilan hadisi va opsining sirti ekanligidan xabar topgan. Qozog'iston bosh ministri Alixan Smoilov Qirg'iziston Jumhuriyatining Qozog'iston Jumhuriyatidagi favqulodda va to'liq huquqli bosh elchisi Doston Diyoshikev bilan ko'rishdi. Bosh ministr Smoilov ikki taraf orasidagi savdo haqida to'xtalganda, mahsulot doirasini kengaytirish va ikki taraflik savdoni hozirgi 1 milliard dollardan 2 milliard dollarga oshirishni lozimligini ko'rsatdi. Bosh elchi Diyoshikev Qozog'istondan bevosita mablag' jalb qilishga qiziqadiganligini bildirdi. Yaponiya havo mudofaa aeroplanlari o'tgan moliya yilida jami 1004 qatim chet el harbiy aeroplanlarini to'sib qilgan bo'lib, ularning 722si Xitoy harbiy aeroplanlarining ig'vogarchilik harakatiga qarshi elib berilgan. Bularning orasida razvedka aeroplanlarining ko'p bo'lishi axborot to'plash tirishchanligining isboti bo'la oladiganligini ta'kidladi. 26 million nüfusu bor Şanghay shahrida Xitoy virusi yuqumining ko'payishi sababidan millionlagan kishilar uylariga qamaldi. Shaharda yemeklik va dori bilan ta'minlashda davomli masalalar ko'rilsa-mu, lekin fuqarolar uylaridan ayrilmag'achqa chorasiz qolgan. Muhofizatchi GS'ning xabariga qaraganda, Shanghayda yashaydigan 82 yoshlik Yu Weiming Xitoy virusi bilan yuqumlangan bo'lib, ochliq girdobiga berib qolgan millionlagan kishiga o'xshash yemeklik va dorilarning kelishini saqlamoqda ekan. Amerikaning jasuslik sun'iy hamrohi SpaceX shirkati tarafidan olam bo'shligiga avatildi. Bu sun'iy hamroh Kaliforniyadagi Vandenberg havo armiya bazasidan qo'yib berildi. Texnikalik masalalar va havo rayi sharoiti sababidan mazkur sun'iy hamrohning qo'yib berilishi 2 qatim kechiktirilgan. Jasuslik sun'iy hamrohi yana razvedka sun'iy hamrohi deb ataladi. Harbiy yoki axborot aslahalarini to'shiydi va yer sharini sinkanirlaydi.